Hammaga salom do'stlar. Meni ismim Shohrux. Mnemonika va samaradorlik oshirish bo'yicha murabbiyman. Bugun sizlar bilan juda ham qiziq mavzuyimiz bo'ladi. Qanaqa qilib konsentratsiyani jamlash usulini o'rgataman. Undan keyin sizlar bilan xotiramizni ustidan test o'tkazamiz. Chuvolamiz xotiramiz qanaqa holatda, yaxshi holatdami yoki yomon holatdami? Bundan keyin oxirida mnemonika usulini beraman. Xotiranglar nimaga qodirligini bugun chuvolasizlar. Juda ham qiziq bo'ladi. Boshidan aytib qo'yaman, kim uchun bu dars? Birinchidan, agar telefonda yopishib qolib, telefonni chetga surolmaydigan bo'lsangiz, uxlashda ham ko'zingiz yumilguncha telefonda o'tiradigan bo'lsangiz, kitob o'qiganingizda e'tiboringiz ketib qoladigan bo'lsa, umuman ish jarayonida o'tirib fokus ushlab ishlolmaydigan bo'lsangiz, bugun juda ham zo'r usul beraman. Bundan tashqari, xotirangizda hech narsa qolmaydigan bo'lsa, kitobda o'qidingizda 1-2 kun, 4 kunga, 1 haftaga yetmaydigan bo'lsa, yokida odamni ismlarini eslab qololmasangiz, xorijiy til yodlaganingizda qiynaladigan bo'lsangiz, bugungi dars sizga juda ham foydali bo'ladi. Bu dars sizga maksimal foyda qilish uchun men sizlarga kichkina qonunni aytib o'tmoqchiman. Birinchi qonunimiz, yaqinlaringizga aytib qo'ying, hech kim sizni bezovta qilmasin. 1 soat o'zim ustimdan ishlamoqchiman, iltimos bezovta qilmanglar deb aytib qo'ying. Nimaga desangiz, hozir polностью konsentratsiya qilishimiz kerak. Nimaga desangiz, juda ham muhim va foydali mavzular bo'ladi. Ikkinchi qonunimiz, prosta qarash bu juda ham kam. Men sizlarga zo'r usullar beraman. Shu usullar bilan foydalanish kerak, praktika qilamiz. Masalan, men sport zalga keldimda tasavvur qiling. Trener menga aytayapti, shu shtangani olib trenirovka qil deyapti. Men prosta ko'rmoqchiman bugun. Deyamanda, agar ko'rsam menda foyda bo'ladimi? Bo'lmaydi. Shtangani olishim kerak, begovoy doroshga chiqib yugurishim kerak natija bo'lish uchun. Xuddi shunaqa bugun sizlar bilan xotirani, miyani trenirovka qilamiz. Uchinchi qonunimiz pozitiv nastroy. Men sizlarga bugun zo'r usullar beraman. Shularni ishlatib turib, keyin xulosa qiling. Boshidan pozitiv nastroy qiling va o'zingizga ishonchni oshirishga harakat qiling. Meni ismim Shohrux, yoshim 30 da. Mnemonika bilan 8 yildan beri shug'ullanaman. 5 yildan beri bu sohada murabbiyday ishlayman. Odamlarga xotirasini mustahkamlash bo'yicha yordam beraman. Bundan tashqari, yalqovlikni yengishga, prokrastinatsiya agar bo'lsa, har xil usullar beraman. Ko'nikma yaratishga, har xil odam murojaat qiladi, til yodlamayapman, o'qigan matnni eslab qololmayapman. Odam bilan tanishib turib, 1 daqiqada ismini esdan chiqarib qo'yaman degan muammolar bilan keladi. Shu odamlarga men yordam beraman, intizom yaratib, samaradorlikni oshirib, xotirasini kuchaytirishga. Men o'zim yuristman, yuridiskiy universitetni bitirganman. 2020-yili yil talabasi ham bo'lganman shu universitetda o'qib. O'zim prezident maktabida Abu Ali ibn Sinoda dars berganman. Bundan tashqari, oliy ta'lim vazirligida hamkori bo'lib ishlaganman. Har xil proyektlarim bor edi, biologiyaga, meditsinaga, fizika, ximiyaga bag'ishlangan. O'zi boshidan ta'lim sohasida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelganman hozirgi kungacha. Umni Tashkent degan bir franshiza yurg'izganman. Bu franshiza Riga, Germaniya, Rossiyani har xil shaharlarda, Qozog'istonda, O'zbekistonda bor edi. O'zbekistonda представители men bo'lib ishlaganman. 2021-yilda o'zimni murabbiyligimni boshlaganman. Shu kungacha darslarni rus tilida faqat o'tardim. Shunga qaramasdan 20 mingtadan ortiq odam meni treninglarimda ishtirok etdi. Mana endi o'zbek tilida ham dars berishni boshladim. 2020-yili o'quv markazi ham ochganman. U o'quv markazim 3 yil davomida ishlagan. Keyin uni outsourcega berib yuborganman. Genius X deb nomlangan edi. O'zbekistonda eng katta mnemonikaga bag'ishlangan sentr bo'lgan. Mnemonika с английским языком deb biz har xil fanlar yaratgan edik. Hozir shu proyektimni onlaynga o'tkazib qo'yganman. Mani vazifam nimada? Odamlar murojaat qiladi, Shohrux aka deydi. Shu yalqov bo'lib ketdim. Konsentratsiyamni umuman jamlolmayapman deydi. Shuni kuchaytirishim kerak. Kitob o'qigim kelyapti, o'zim ustimdan ishlagim kelyapti. Motivatsiyam bor. Hali motivatsiyam bor deb bugun harakat qilaman. Dushanba kuni shundan keyin motivatsiyam yo'qolib qolib tashab qo'yaman deydi. Shu intizom shakllantirib, xotirani mustahkamlab, konsentratsiyani jamlashga men yordam beraman. Bugun ham sizlarga mana xotiranglarni kuchaytirishda konsentratsiyani jamlash usullarini berib, yordam qilishga harakat qilaman. Endi sizlar bilan birinchi mavzuga o'tamiz. Konsentratsiyani jamlash usulini o'rgataman. Agar sizda shu muammolar bo'lsa, men undan avval aytib o'tgan, sizga juda ham foydali bo'ladi. Boshida nimani sizga tushuntirib yetkazmoqchiman. Birinchi o'rinda konsentratsiyamizni jamlashni o'rganishimizdan oldin tushunishimiz kerak. Nimaga bizni konsentratsiya jamlashimiz juda ham muammo? Endi qarang, bizni ota-bobolarimiz har safar shunaqa davlatda yashamagan. Bizda hozir mana prokuratura bor, sud bor, ko'chaga chiqsangiz Nacgvardiya bor. Hammasi sizni xavfsizligingizga
yordam beradi. Kimdir xafa qildimi, qanaqadir sizga ugroza qilyaptimi, srazu kimgadir borib yordam topsangiz bo'ladi. Biz shunaqa davlatda yashaymiz. Oldin unaqa bo'lmagan. Biz ota-bobolarimizda o'rmonlarda yashagan, cho'lda yashagan, tog'larda yashagan, qayerdadir bo'rilar bo'lgan, qayerdadir ayiqlar bo'lgan, sherlar bo'lgan. Ular e'tiborini har safar bitta joyda saqlay olmagan. Nimaga desangiz, har bir sho'lqim oxirgi sho'lqim bo'lishi mumkin-da. Boshqa qabiladan odam kelgan bo'lishi mumkin. Yokida sho'lqimga e'tibor bermayapsiz-da, konsentratsiyani ushlab o'tiribsiz, bu yoqdan ayiq kelib qoldi. U shuning uchun juda ham xavfli bo'lgan. Konsentratsiyani bitta joyda jamlash, u qobiliyat bizni genetически moslashmagan. Biz u qobiliyatni o'zimiz yarata olamiz. Maslaga bugun zo'r usul beraman. Konsentratsiyani jamlashga juda ham kuchli yordam beradi. Bundan tashqari qarang, biz konsentratsiyani jamlashimizga mana bu prefrontalniy kora yordam beradi. Mana bu lobniy zona hisoblanadi. Bu temnoy, visochniy и bu затылочный zona deb nomlanadi. Shu bizni prefrontalniy kora, ya'ni uni dorsolateralniy kora deydi. 3 ta vazifaga javob beradi. Birinchisi, bu logik fikrlashga, masalan, matematik zadachalar bo'lsa yoki shaxmat o'ynayapsiz, yoki o'tirib nimadir rejalashtiryapsiz, в основном shu lobniy zona yordam beradi. Ikkinchidan, irodaga javob beradi prefrontalniy kora. Uchinchisi konsentratsiyani jamlashga. Hozir beradigan usulimni ishlatadigan bo'lsangiz, 3 ta narsaga sizga yordam beradi. Nimaga desangiz, neyronniy hujayralar 3 ta vazifaga javob bersa, siz uni kuchaytirsangiz, uchalasi ham yaxshi ishlaydi. Nima desangiz, masalan, men qo'lim ustidan gantayla olib ishlasam, ko'p vazifaga bu yordam beradi. Nimaga desangiz, meni energiyam ko'payadi bu yerda. Mushaklarim tezligi, chidamligi, kuchi oshib boradi. Har xil vaziyatlarga menga yordam bo'ladi. Xuddi shunaqa sizda ham zo'r bir mashq bo'ladi. Endi qarang, qanaqa qilib bu mashqni bajarishimiz kerak. Bu usulni Kelly McGonigal, professor Stanfordskого universiteti tadqiqotlar o'tkazib, foydaligini isbotlagan. Buni men qayerdan o'rganganman? Mana ko'rib turibsizlar, Sila voли degan bir zo'r kitobi bor. Shuni o'qisanglar, zo'r usullar bor. Qarang, konsentratsiyani qanaqa qilib bajarasiz? O'tirasizda, eslaysiz, masalan, uyingizdan ishxonangizgacha yoki uyingizdan o'qishingiz, universitetmi, maktabmi, kollej farqi yo'q. Marshrutni eslaysiz, yo'lni, tasavvuringizda pishkom shu yo'lni borasizda, qaytasiz. Shunda eslaysiz, nima qayerda turuvdi, qaysi yo'l bilan taxminan borasiz. Bir nechta yo'l bo'lsa, bittasini tanlaysizda, borib qaytib kelasiz. Eng muhimi nima bu yerda? Bajarganingizda shu yo'ldan tashqari, shu vazifadan tashqari boshqa hech narsa to'g'risida o'ylamasligi shart. Agar qanaqadir ishlar esingizga tushib qolsa, kimgadir nimadir berib qo'yish, sotib olish, olib borib berish, hamma yo'lni chetga surasizda, faqat bitta marshrutni tanlaysiz, yo'lni borasiz, qaytib kelasiz 2 daqiqaning ichida. Agar ulgurmasangiz, nichего страшного. Nima demoqchiman? Qarang, agar shu bajarganingizda har xil fikrlarni chetga sursangiz, sizda bitta zo'r ko'nikma yaratiladi. Qanaqa ko'nikma? Kerak emas fikrlarni chetga surish. Tushunamsizmi? Keyingi safar siz kitob o'qiysizmi, til yodlaysizmi, o'zingiz rejalashtirasizmi, ish jarayonida nimadir qilayotganingizda ham osongina kerak emas fikrlarni chetga surib, konsentratsiyani jamlashni o'rganasiz. Tushundingizmi? Juda ham zo'r sizga bir ko'nikma yaratishga yordam beradi. Konsentratsiyani jamlash, eslab qoling. Bu juda zo'r ko'nikma. Shu ko'nikmani kuchaytirish uchun biz uni yaratishimiz kerak. Bizning biologik unaqa qobiliyatimiz yo'q. Bizga bu narsa moslashmagan. Shuning uchun biz o'zimiz buni yaratamiz. Nimaga desangiz, hozirgi zamonda o'ylamashimiz mumkin, aniq tam ayiq kelib qolishini, boshqa qabiladan odam kelib qolishini biz o'ldiraman deb, yoki tam sher, bo'ri, biz zo'r vaqtda yashayapmiz. O'zbekistonda shu yaratilgan paytidan beri eng zo'r vaqtida siz yashayapsiz hozir. Shunga bir rahmat etib, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Bu mashqni har kuni ertalab bajarasiz, yuvindingiz, cho'mildingiz, uxlab qolmasligingiz kerak. Uxlab qolmasligi uchun betni yuvib, уже sal bodri bo'lganingizda o'tirasizda, 2 minut timer yoqasiz. Nimaga 2 minut? Biz sun'iy deadline yaratishimiz kerak. Miyamiz tezroq ishlaydi. Deadline bo'lmasa, bilasiz, anqayib o'tiraverasizda, xayolingiz ketib qoladi. 2 daqiqa bo'lsa bo'ldi. O'tirding, ishxonangni esladingda, shu marshrut bo'yicha peshkom tushasan, tam rovotni ochasan, yo kvartirada tursang, podyezddan chiqasan, nimani ko'rasan birinchi, shu yurib ketishingiz kerak. Taxminan bu yerda bu magazin bordi, bu yerda apteka, dorixona bordi deb eslab borasizda, timer jirlamada qaytasiz. 2 daqiqaning ichida shu borib qaytib kelishingiz kerak. Shuning uchun har kuni 2 daqiqadan boshlang. Bu mnemonika emas,
Bu usul boshidan aytib qo'yaman, taxminan 2-3 haftada sizga natija berishni boshlaydi. Nimaga desiz, siz kichkina qadam bilan bu qobiliyatni yaratyapsiz. Mnemonika bittada ishlaydi. U boshqa ko'nikma. Bizda boshqa ko'nikma yaratilyapti. Konsentratsiya ko'nikmasi sal ko'proq vaqt talab qiladi. Agar bu usulni tushungan bo'lsangiz, sizga yoqqan bo'lsa, shu videoga like bosib qo'ying. Biz esa keyingi mavzuga o'tamiz. Endi kelayotgan mavzuyimiz hozir xotiramiz ustidan test o'tkazamiz. Bu juda ham muhim. Endi qarang, qanaqa qilib test o'tkazamiz. Hozir videoni pauzaga umuman bosib bo'lmaydi. Agar pauzaga bosadigan bo'lsangiz, sizning natijalaringiz noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun boshdan aytib qo'yaman, pauza bosish mumkin emas. Men sizga hozir 15 ta so'z aytaman. O'z xotirangiz bilan shu kungacha qana eslab kelgan bo'lsangiz, xuddi shunday eslaysiz. Keyin men sizga rezultat aytaman. Nechta so'z qanaqa ma'no keltirishini, bundan keyin sizga уже mnemonika beraman. Mnemonika usulini. Siz solishtirib ko'rasiz. Agar miyangizni to'g'ri ishlatsangiz, qanaqa natija erishsa bo'ladi, miyani foydalanishni to'g'ri bilmaslik bilan qanaqa natijaga ega bo'lasiz. Tayyor bo'lsangiz, to'g'ri o'tirib oling. Hozir sizga hech kim xalaqit bermash kerak. O'tirdingizmi? Meni vнимательно eshiting. Hozir 15 ta so'z aytaman sizga. Undan keyin 1 daqiqaga 30 soniya beraman. Shu vaqt ichida siz eslashingiz kerak, bir chinaviga olasizmi, varoqmi yoki izohda yozasizmi, o'zingiz variantlaringizni yoki hali zametkaga kirasizmi, eslaysiz. Men aytgan so'zlarni o'z xotirangiz bilan hech qayerga qaramasdan. Nimaga deysiz, qaysidir joyga qarasangiz, pauzani bossangiz, natijangiz noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun tayyor bo'ling. Men aytgan so'zlarni keyin men aytgandek ketma-ketligida yozishga harakat qiling. Nimaga desiz, tasavvur qiling, men sizga nomerimni aytdim-da, siz eslab qoldingizda, o'ylayapsiz shu. 7 larni u yoqdan bu yoqqa alishtirib qo'ydingiz ham. 3 bilan 5 menga telefon qilib tusha olasizmi, tusha olmaysiz, to'g'rimi? Yoki-da qanaqadir sotsetdan parollaringizni eslab qolmoqchisizda, alishtirib qo'yapsiz. Kira olmaysiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa ma'lumotni ketma-ketlikda eslashga harakat qilamiz maksimal darajada. Tayyormisiz? Boshlaymiz. Bo'lmasam 15 ta so'z aytaman. Har bir so'zni orasida 2-3 soniya bo'ladi. Men to'xtamayman, shunga meni vнимательно eshitamiz. Ketdik. Birinchi so'zimiz marker, oqqush, svetofor, stul, yulduz, qulf, bolta, qumli soat, mushuk, nasos, baraban, kalendar, yalmog'iz, yurak, pul. Endi 1,5 daqiqa sizlarga eslashinglarga vaqt ketdi. Stop. Endi mana hozir shu so'zlarni ekranda ko'rib turibsizlar. O'zingizlarni tekshirsanglar bo'ladi. Umuman hech narsani o'zgartirsak bo'lmaydi. Qanaqa qilib tekshiramiz? Masalan, marker, siz bilan marker birinchi joyda bo'lsa, bitta galochka qo'yasizlar. Masalan, yulduz
yozgan so'zingiz bizda 5-so'z, sizda ham 5-so'z yulduz bo'lsa, shunda galochka qo'yasizda. Shu galochkalarni hisoblab chiqing nechta. Kimdadir tam 5 ta bo'ladi, kimdadir 3 ta, kimdadir 7 ta, 10 ta, kimdadir 15 tadan 15 ta chiqadi. Hozir shuni o'zingiz uchun yozib qo'ying. Agar uyalmasangiz, uyalish bu yerda keragi yo'q narsa. Hamma meni yonimga xotirasini mustahkamlagani kelgan, hech kim kulmaydi. Tasavvur qiling, doktorga keldingizda, hammada bitta muammo, kimdir nimaning ustidan unaqa narsa yo'q. Izohda yozavering. O'zingizni natijangizni nechta eslab qolgan bo'lsangiz, 15 tadan tam bilmadim, 3 ta, 15 tadan 7 ta men bir ko'rib chiqaman. Endi qarang. Mana sizga hozir ekranda ko'rib turibsiz, statistikani ko'rsataman. Qaysi natija, qaysi ma'noni bildirishini tushuntiraman. Mana qaranglar. Agar siz 8 tagacha so'z eslagan bo'lsangiz, bu bildiradiki, sizning xotirangiz juda ham hozir susp holatda. Xuddi shunaqaki, umuman sport bilan shug'ullanmay yuribman-da, shunaqa mushaklarim kichayib ketdi. Hech qanaqa fizический nagruzkani ko'tara olmayapman yoki-da yugura olmayapman, tortina olmayapman, bitta ajmani og'ir narsa ko'taram, bir pastda sulayib qolyapman. Xuddi shunaqa holatda sizning miyangiz. Agar siz shu holatda til yodlamoqchi bo'lsangiz, kitobni o'qib, matnni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, odamlarning ismini eslab qolmoqchi bo'lsangiz, juda ham qiynalasiz. Siz uchun bu narsa nereal bo'ladi. Endi farqi yo'q. Ingliz tili, arab tilini yodlamoqchisiz, turetskiy tilimi, juda ham qiynalasiz. Nimaga desangiz, sizning xotirangiz juda ham susp holatda. Srochna trenirovka bilan shug'ullanish kerak. Agar siz 9 tadan 12 tagacha eslab qolgan bo'lsangiz, bu o'rta statistik rezultat hisoblanadi. Bu holatda to'g'ri kitob o'qib nimadir eslab qolasiz. Til yodlasangiz ham bo'ladi, no kuchli intizom kerak bo'ladi. Bu yerda til ham yodlay olasiz. Kitob o'qigan ma'lumotingiz ham esingizda qoladi. Odamlar bilan tanishsangiz esingizda ham qoladi. Lekin juda ham qiyin bo'ladi, kuchli iroda kerak, motivatsiya kerak bo'ladi. Uchinchi, agar siz 13 tadan 15 tagacha eslab qolgan bo'lsangiz, motorная память degan tushuncha bor. Bu juda ham sizda kuchli bo'ladi, xotirangiz yaxshi holatda, любой tilni yodlasangiz bo'ladi. Xohlagan sohangizda rivojlanib, tez o'rgansangiz bo'ladi. Bu degani sizning xotirangiz zo'r dahshat holatda degani. O'zi xotirani nimaga rivojlantirish kerak Shohruh deb so'rasangiz, sizning shaxsingiz, butun bilimlaringiz, butun tajribangiz, hamma qobiliyatlaringiz qayerda yozilgan? Xotirada yozilgan. Agar xotirangiz ketadigan bo'lsa, sizning shaxsingiz ham yo'qolyapti degani. Tushunyapsizmi? U bo'lgan voqealarni esdan chiqarasiz, qobiliyatlaringiz, biladigan tillaringiz. Agar o'z ustimdan ishlamoqchiman desangiz, yangi informatsiya, ma'lumot qayerga yoziladi? Xotiraga til yodlamoqchimisan, yangi sohadan qanaqadir investitsiya o'rganmoqchisan yoki tam biznes o'rganmoqchisan, farqi yo'q, marketingmi, hamma yo'q xotiraga yoziladi. Xotira susp bo'lsa, rivojlanish, ustidan ishlash juda ham qiyin bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sizning shaxsingiz bu sizning xotirangiz. Mana ko'rib turibsizlar, daraxt turibdi-da. Agar odamdan miyani chiqarib qo'ysa, mana shu daraxtda u yashamaydi maza qilib. U prosta jonzotdek bor. Tushunyapsizmi? Sizning shaxsingiz bu miya. Qanchalik xotirangiz kuchli bo'lsa, shunchalik hayotingiz qiziq bo'ladi. Mana hozir ko'rib turibsiz, sham. Agar kichkina olov yonib tursa, qop-qorong'ida kichkina territoriya ko'rasiz-da. Sizning bilimingiz, qobiliyatlaringiz ham shu shamdaqa qanchalik olov baland bo'lsa, shunchalik dunyo qarashingiz keng bo'ladi. Shunchalik hayot qiziq bo'ladi. Nima desa, siz ko'p narsani ko'rasiz, tushunib turasiz. O'zi xotiraning vazifa o'tmishda bo'lgan tajribani saqlab, bugungi va kelajakdagi kunda sizga yordam berish. Nimaga desangiz, oldin ota-bobolarimiz bir etudin boshida o'rmonlarda, haligi tog'larda, cho'llarda yashagan. Ular bilish kerak edi, qayerda krokodil bor, qayerda sher yashaydi, qayerda bo'rilar yashaydi. Eslab qolish kerak edi. Nimaga desangiz, bitta xato qilding, bo'ldi, sen yashamaysan. Shuning uchun bizning xotiramiz shunaqa kuchli, hamma yo'ni eslab qolishga harakat qiladi. Agarda siz buni tabiatingizni tushunib ishlatadigan bo'lsangiz, juda ham boshqa natijalarga olib keladi. Xotirangiz bilan foydalanishni bilsangiz, nereal, fenomenal rezultatlarga olib keladi. Endi qarang, o'zi xotira bizni mushakda ishlaydi. Masalan, men sport zalga bordim, qanaqadir shtanga gantelani oldimda, ko'tardim. Tasavvur qiling, bir oy shug'ullandim. Birinchi oy 10 kilodan shug'ullandim. Keyingi oy o'sha 12 15, 20 kiloni ham ko'tarsam bo'ladi. Nimaga? Mana mushaklarimning chidamligi oshadi, kuchi oshadi, energiya ko'payadi. Xuddi shunaqa miya ishlaydi. Neuroplastichность degan bitta tushuncha bor. Bizning miyamiz butun yerni oladigan bo'lsangiz, eng oson o'rganadigan, eng tez o'rganadigan. Sizni hozir shu черепной коробка deydi. Черепной коробkangiz ichida shunaqa obyekt borki, butun koinotni odamlar 13 milliard yil bu yoqqa ko'rishib turibdi, bu yoqqa, tepaga, pastga, hamma tomonlamaga o'rganyapti.
sizni miyangizdaqa strukturasi qiyin obyekt hali odam topgan yo'q. Eng qiyin strukturalashgan, eng tez o'rganadigan, o'zini o'zi o'rganayotgan narsa bu bizning miyamiz. Bu juda ham tez o'rganadi. Men hozir sport zalga borib o'zimni zo'r holatga keltirishim uchun yarim yil, 1 yil ketadi. Xotirani kuchaytirishim uchun 2-3 oy kerak. Zo'r, dahshat holatga olib kelish uchun. Nimaga desangiz, miyamiz juda ham tez o'zgara oladi. Mana hozir sizga isbotlab beraman bu narsani. Hozir siz ko'rib turibsiz, Aleksandr Shlegel degan neyrofiziolog tadqiqot o'tkazgan. Odamni fMRT ga solgan. fMRT funksionalniy magnitniy rezonansniy tomograf deb nomlanadi. Bu mana ko'rib turganingizdek, odam qo'lini oyog'ini sindirsa, rentgenga olib boradi. Bu miyani rentgeni. Hozir siz bilan bajaradigan mashqimizda 12 ta qatlam ishlaydi. Juda ham zo'r usul. Umuman energiyangiz ketmaydi. Nimaga desangiz, biz siz bilan miyani to'g'ri ishlatamiz. Bo'ldi, tekis o'tirib oling, mnemonikaga o'tyapmiz siz bilan. Hozir 15 ta so'zni mnemonika orqali eslab qolamiz. Mana qarang. Raqamlar bor. Raqamlarni unutdingda, biz uchun endi faqat tasavvur ishlaydi, obraz. Umuman qaytarmay, pauzani bosmay, meni aytganimni qiling, 100% zo'r eslab qolasiz. Birinchi so'z bizda marker edi. Bir markeri prosta tasavvur qiling. Biz uchun bir raqam yo'q endi. Marker bizda birni bildiradi. 2, mana ko'rib turibsiz, oq qush. Figurasi 2 ga o'xshab ketadi. Ikkinchi so'z eslab qoladiganimiz bizda oq qush. Tasavvur ishlatamiz, bo'ldi. 2 raqam yo'q bizda, oq qush bor faqat. 3. Svetofor. Nimaga svetofor? 3 ta fonari bor. Hozir uyingizga eng yaqin svetoforni eslab ko'ring. Bir eslang, qayerda joylashgan? Aha, yaxshi. Shu 3 bizda svetofor bo'ladi. Yaxshi. Keyingisi to'r. Mana hozir siz stul ko'rib turibsiz. Stulda 4 ta oyog'i bor. Bundan tashqari shu ko'rib turgan stulizmni bukib qo'ysangiz, ko'tarib, bu ham to'rga o'xshab qoladi. Shuning uchun bizda to'r stul bo'ladi. Rangini ham qarab eslab qoling. Keyingisi 5. Bizda tilla yulduz. Nimaga bizda 5 yulduz? Yulduzda 5 ta burchagi bor. Shu tilla yulduz bizda 5 ni bildiradi. 6 qulf eslab qolamiz. 6 ga o'xshab ketadi. Binafsha rangda. Qaradi, yaxshi. 7 bizda boltaga o'xshaydi. Endi 7 raqam bizda yo'q. Bolta bizga 7 ni bildiradi. Qani bir tezda yugurib ko'ramiz. 1 bizda nima edi? Marker, yaxshi. 2 nima edi? Oq qush, to'g'ri. 3 nima edi? Svetofor. 4chi? Stul, yaxshi. 5 tilla yulduz, to'g'ri. 6 qulf, to'g'ri. 7 bolta, to'g'ri. Davom etamiz. 8 bizda qumli soat. Nimaga desangiz, figurasi o'xshaydi. Qumli soatni tasavvur qiling. Yoningizda chap tomoningizda katta qumli soat turibdi. Tasavvur qiling. Yaxshi. 9 mushuk. Nimaga 9 mushuk? O'zi odamlarda shunaqa gap bor, mushukni 9 ta hayoti bo'ladi degan. Shuning uchun bizda shunaqa assotsiatsiya, tasavvur qiling, mushuk bizda 9. Aynan shu rangni eslab qoling. 10 bizda nasos. Nimaga deysiz? Mana nasos bilan bitta ballon. U 10 ni bizga bildiradi. Shunga bizda 10 nasos bilan ballon. Tasavvur yoqdi. 11 bizda baraban. Baraban tayoqchalari bilan tasavvur qiling. Nimaga deysiz? 1 shu tayoqchalarga o'xshaydi. Tasavvur yoqamiz rangi bilan. Keyingisi 12 kalendar. Nimaga 12 kalendar? Bir o'ylab ko'ring-chi. 1 yilda 12 ta oy bor. Shuning uchun bizda kalendar. Shu kalendarni o'zingizni kuxnyangizda tasavvur qiling, tam xolodilnigi yonidami yo gazoviy plitani yonida bir tasavvur qilib ko'ring. Katta kalendar turibdi. Bu 12 bizda bildiradi. Ma'nosi bor, nima deysiz? 13 bu omadsiz raqam deb hisoblanadi. Yalmog'izni tasavvur qilamiz. Birorta qo'shningizni eslab ko'ring. 13 bizda yalmog'iz. Keyingisi 14 fevral День влюбленных deb nomlanadi. Bir katta yurak tasavvur qilamiz. 14 fevral. 15 pul, buni ma'nosi yo'q. Pulni hamma baribir eslab qoladi. Shuning uchun 15 pul. Endi qaranglar. Hozir siz bilan bir orqaga qaytamiz. Mana slaydlarni ko'rib turibsiz. Bizda 15 pul, bir qop pul. 14 yurak, ma'nosi esingizda 14 fevral. 13 yalmog'iz, omadsiz raqam. Bitta qo'shnimizda. 12 kalendar, 12 ta oy bor, nima deysiz? 11 tayoqchalar, baraban edi.
1 ga o'xshab ketadi. Nima desangiz 10 nasos bilan ballon nima desangiz 10 ga o'xshaydi. Bu vizualda 9 mushuk nimaga desangiz 9 ta hayoti bor. Shunaqa deyshadi odamlar. 8 qumli soat, 7 bolta figurasi o'xshaydi. Qumli soatda ham boltani ham. 6 figurasi o'xshaydi bizda qulf, 5 bizda yulduz, 4 bizda stul, 3 bizda svetofor, yuzga eng yaqin svetofor eslagandik. 2 oqqush figurasi o'xshaydi, 1 marker buni ham figurasi o'xshaydi. Endi hozir test o'tkazamiz. Hozir men raqam aytaman, siz mendan avval nima bildirishini siz aytasiz shu raqamni. Xo'p, 1 desam, sразу mendan oldin marker deyishingiz kerak. Ikkiga izohda yozasiz. 15 tadan nechta eslab qo'y? 15 tadan 15 ta, 15 tadan 14 ta, 15 tadan 13 ta ko'ramiz. Xo'p, tayyormisiz? Ketdi. 1 2 3 4 5 6 figuralarni eslaymiz, ma'nosini eslashga harakat qiling. 7 8 9 ma'nosini eslaymiz, figurasini eslaymiz, yana bir eslataman. 10 11 12 13 14 15 15 ta esladinglar, ko'rdinglarmi? Bir pasda mana bundoq. Unga assotsiatsiya kerak emas odamlarga. Endi qaranglar. Mana hozir kimdir 15 tadan 15 ta eslab qoldi. Kimdir 15 tadan 10 ta eslab qoldi. Haligi farqini tushunyapsizlarmi? Undan avval qana eslavdinglar qiynalib. Hozirlarga miyalarni to'g'ri ishlatishni o'rgatdim. Tasavvurimiz kuchliligini ko'rsatdim. Siz qanaqa natijaga erishdingiz? Nimaga bizni xotiramiz bunaqa ishlaydi desiz? Bu yerda ham bizni tabiatimiz rol o'ynaydi. Nimaga desiz? Mana oddiy 100 yil avval oling. 100 yil avval 90% dan ko'p odam shu yerda yashaydigan o'qishni bilmardi, yozishni bilmardi. Faqat ko'rib eslab qolardi. Bizni ota-bobolarimiz 100, 200, 300, 1000 yil, 10,000 yil avval oladigan bo'lsangiz ham faqatgina ko'rib, eshitib, tatib ko'rib faqat eslab qolardi. Tushunyapsizmi? 5 ta organ chust bor. O'zi ushlab ko'rib eslab qolamiz biz. Tatib ko'rib, hidlab ko'rib, eshitib, ko'rib. Hozir ham 80% dan ko'p informatsiya siz ko'rib eslab qolasiz. Через зрительные каналы mana bunda o'tadi, 12 ta qatlamga o'tadi. Boshida ko'rsatgan rasmim, buni Aleksandr Shlegel neyrofiziolog tadqiqotlar orqali ko'rib chiqqan. U qanaqa qilib qilgan bilasizlarmi? Oddiy studentlar, o'zi studentlar ko'p haligi olimlarda podopitni krolik deyiladi-da, ular ustidan tadqiqot o'tkazishadi. Shunda fMRTga solgan, fMRTga solib turib, unga vazifa bergan. Mana hozir xotiringda stulni tasavvur qil degan. Shu stulni tasavvur qilganda, shu stulni endi polностью har bir detalini ajratgin degan, tasavvuringda ajratgan, endi yig'gin degan. Shunda shu 12 ta zona juda aktiv ishlagan. Bizni shu tasavvurimizga 12 ta zona aktiv ishlashni boshlaydi ekan agar tasavvur yoqsa. Logichni o'ylaydigan bo'lsak, mana boshida aytdim, prefrontalniy qaradan takoy bir kichkina ingichka sloy o'tadi ekan, u neokorteks deb nomlanadi. U miyani yangi qismi 2 million yil bo'pti unga. Logichski fikrlasa, nimadirni qaytarma qilib yodlaydigan bo'lsa, sherma yo xorijiy tilni olasida bitta so'zni 50 marta, 100 marta qaytarasiz. Shu 12 ta qatlam ishga tushmaydi ekanda. Boshida takoy neyrokorteks и lobniy zona ishlaydi ekan. Shuning uchun biz qiynalib eslab qolamiz ekan. Mnemonika bo'lsa, ma'lumotni konvertatsiya qiladi. Konvertatsiya nima degani? Qanaqadir matnni yo raqamni obrazga aylantiradi va obrazni saqlaydi. Obraz juda ham oson eslab qolinadi. Nimaga desiz? Tushuntirdim. Butun umr, butun avlodda odam o'zi tasavvur orqali eslab o'rgangan. Tushundingizmi? Shuning uchun mnemonikaning kuchi juda ham zo'r. Ma'lumotni qanaqadir matn raqamni xorijiy so'zi konvertatsiya qiladi oddiy formatga miya uchun. Shuning uchun dahshat eslab qola olamiz. Mana sizga test, shuncha gapirdim. Bitta test qilamiz sizga. 3-so'z nima edi bizda? To'g'ri, svetofor. 7-so'z bolta, to'g'ri. Oxirgisi qani? Qiyinroq. 12.
tasavvurni eslaymiz, yo ma'nosini, yo nimaga o'xshaydi. Bir eslasangiz, bu kalendar, nimaga desiz, 12 ta oy edi. Agar hammasini eslagan bo'lsangiz, sizga zo'r gap yo'q. Bu videoga like bosib qo'ysa ham bo'ladi. Mana sizga mnemonikani kuchini ko'rsatdim. Miyangiz qanaqa darajada ishlaydi agar to'g'ri foydalansa. Siz hozir buni birinchi marta qilyapsiz, bilasizmi? Agar sizni uxlayotganingizda soat 4 da uyg'otib turib, 7-so'z nima edi desam, bolta deysiz. Tushunyapsizmi? Nimaga desiz, siz to'g'ri esladingiz. Bir haftadan keyin ham bir o'zingiz ustingizdan test o'tkazing-da, shu bergan ma'lumotim esingizda bo'ladi. Nimaga desiz, siz miyangizni to'g'ri ishlatdingiz, mnemonika usullari bilan foydalandingiz. Ana shunaqa o'quvchilar var. Bir necha yildan keyin keladi, aytadi, haligi so'zlarni hali ham esimda deydi. Siz bilan o'tib test qilganlarimiz, отдельно darslarda o'rganganlarimiz ham esimda Shohruh aka deb kelishadi. Ko'pchilik. Tushunyapsizmi? Mnemonika shunaqa darajada zo'r ishlaydi. Endi qaranglar, do'stlarim, sizlarga mana hozir usul berdim. Konsentratsiyani jamlashda, xotirani kuchaytirishda bir testlar o'tkazdik, mnemonika nimaga qodirligini ko'rsatdim. Sizlarga bitta muhim savol bermoqchiman. Bu savolga taxminan 90 soniya beraman javob berishlari uchun. Bu juda ham muhim savol. Bu sizlarni kelajakda dunyo qarashlaringizga juda ham yordam beradigan savol. Hozir mana vнимательно eshitishga harakat qilinglar. Bu savoldan keyin timer yoqiladi. Shu savolga javob berishinglar kerak. Xohlasanglar izohga yozinglar. Agar xohlasanglar o'zingizlari zametki, chernovigilarga yozishga harakat qilinglar. Lekin ad-dushi bajarishinglarni iltimos qilaman. Bu oxirgi vazifalardan biri. 90 soniya faqat beraman, u tez o'tib ketadi. Iltimos. Qaranglar. Savol shunaqaki, agarda sizda shu любой ma'lumotda farqi yo'q. Tam matn bo'ladimi, xorijiy so'z bo'ladimi, raqamli ma'lumotmi, qanaqadir voqealar, odam ismlari farqi yo'q. Любой ma'lumotda 10 barobar tez va uzoq xotiraga eslab qolish qobiliyati bo'lsa, qanaqa darajada sizning hayotingiz o'zgaradi? Qanaqa qilib bu sizning bilimingizga ta'sir qiladi? Moliyaviy kapitalingizga qanaqa ta'sir qiladi? Jamiyatdagi statusingizga ta'sir qiladi? Va oxirgisi, qanaqa qilib sizning karyeringizga bu narsa ta'sir qiladi? Shu 90 soniya beraman. Agar sizda super xotira bo'lsa, любой narsani 10 barobar tez eslab qolsangiz, shu karyerniy rostga, finansiy kapitalga, jamiyatdagi statusingizga va o'zingizning bilimingizga qanaqa ta'sir qiladi shunaqa super xotira? Bir chuqurroq o'ylab ko'ramizda. Mana timer ketdi, yozamiz, vaqt ketdi. Stop. Endi sizda sal chuqurroq tushuncha bor. Qanaqa qilib sizga super xotira o'zingizni hayotingizda o'zgarishlarga yordam berishi. Mana ismim esa Shohruh. Mana ko'rib turganingizdek 20 mingtadan ortiq odamlarni o'rgatganman xotirani kuchaytirishga, konsentratsiyani jamlashga, intizom yaratishga. Yaqin orada menda bepul marafon bo'ladi. Shu marafon ichida juda ham qiziq mavzular bo'ladi. Shu bepul marafonda ishtirok etishga taklif qilaman. Bu bepul 3 kunlik marafonda qanaqa mavzularni men sizga tushuntirib beraman. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi mavzuyimiz samaradorlikni oshirishga bag'ishlangan bo'ladi. Ko'pchiligimiz bir narsaga o'zimizni boshlab qo'yib, olib borishga kuchimiz yetmaydi, motivatsiya, energiya yetmaydi. Shu narsalarni, proseslarni tushuntirib, har xil
tadqiqotdan o'tgan usullarni beraman. Ikkinchisi, mana sizlarga bugun konsentratsiya jamlash usulini berdim. Marafonda undan ham kuchli usullarni beraman. Nimaga deysiz, bu marafonda ham mana maktabga borganingizda matematika tam 1 sinfdan boshlanardi. Oson boshlanardi. O'zi raqamlarni plus minus o'rganganmiz, keyin qiyinlashib ketgan. Xuddi shunaqa konsentratsiyani jamlash usullarini ham osonrog'i, qiyinrog'i bor. Uje marafonda sal kuchlirog'ini beraman. Uchinchi mavzuimiz qanaqa qilib to'g'ri kitob o'qib, qanaqa qilib ko'p o'qib, ko'p ma'lumot eslab qolishni o'rgataman. Bu juda ham qiziq mavzu. Odamning intellektiga, IQ'siga, EQ'siga ham yordam beradigan usullar. 4-mavzuyimiz mnemonikaga bag'ishlangan bo'ladi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va effektiv eslab qolish usullarini beraman. 5-mavzuyimiz qanaqa qilib xorijiy til yodlaganda, farqi yo'q, ingliz tili, arab tili, fransuz, xitoy tili, qanaqa qilib yalqoqlikni yengishni o'rgataman. Samaradorlikni oshirib, maza qilib til yodlaydigan usullarni tushuntirib beraman. 6-mavzuyimiz eng qizig'i ko'pligi uchun qanaqa qilib uzoq muddatli xotiraga xorijiy so'zlarni tez eslab qolishligini tushuntiraman. 200 tadan 500 tagacha qanaqa qilib mnemonika orqali bir kun ichida so'z eslab qolish usullarini tushuntirib beraman. Shu bepul marafonda. Qanaqa qilib bu marafonda ishtirok etish mumkin? Shu videoni уже oxiri kelib qoldi. Ko'rib bo'lganingizdan keyin videoni opisaniyasida birinchi havola bor. Shu havola orqali registratsiya qilasiz va yopiq Telegram kanalga tushasiz. Shu yopiq Telegram kanalda barcha ma'lumot bor. Shu videoni hamma ko'rganlar o'sha yerda bo'ladi. Siz bilan gaplashib turamiz. Har xil audio podkastlar yuborib turaman. O'zim hayotimda bo'layotgan voqealarni aytib beraman. Qanaqa qilib o'zim ustimdan ishlayman, ta'lim sohasida. Bu yerda audio podkastlar bo'ladi. Har xil o'zim hayotiy voqealarimni aytib beraman. Qanaqa qilib men o'z ustimdan ishlayman. Qanaqa qilib kitob o'qib eslab qolaman. Qanaqa qilib sport bilan shug'ullanaman. Ruhiy qanaqa o'zimni rivojlantiraman. Qanaqa qilib o'zimni nutqimdan ishlayman. Juda ham qiziq ma'lumotlar bor. U yerda har bir keladigan marafonlarni, offline qanaqadir darslar bo'lsa, har xil ma'lumotlar bo'ladi. Shuning uchun registratsiya qiling. Offline tarzda ham, onlayn tarzda ham men bilan ko'rishingiz imkoniyati bo'ladi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, buni do'stlaringizga yuboring. Sizga yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib qo'ying. Meni ismim esa Shohruh. Ko'rishguncha.